Hammangizga Xudoning inoyati yor bo'lsin. Bugun siz bilan ko'rib turganingizdek xatna qilish haqidagi mavzuni ko'tarmoqchi edim. Shu haqida gaplashmoqchi edik. Muqaddas kalomda bo'lgan hamma oyatlarni ko'rmaymiz, balkim muhim bo'lganlarini ko'rib chiqamiz. Eski ahdda xatna qilish qanday ma'noga ega bo'lgan va yangi ahdda bu qanaqangi ma'noga egaligini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik agar xatna qilish nimaligini bilmasangiz, ayrim paytlari buni sunnat qilish deyishadi o'zbekchasiga, yoki agar esingizga tushadigan bo'lsa, mana shunaqangi bir ikkita rasmlarni ko'rsangiz, menimcha xatna qilish yoki sunnat qilish nimaligini bilib olsangiz kerak. Endi esa muqaddas kalomga murojaat qilamiz. Demak, birinchisi ibtidoda 17-bobda shu sunnat qilishni birinchi marta muqaddas kalomda ko'ramiz. Shu hozir ko'rishimizcha keyinchalik Ibrohimga aylanadigan insonga shu ahd belgisi sifatida beriladi Xudo tomonidan. Bundan ilgari mana shu Ibrohimga aytiladigan paytdan oldin boshqa xalqlar ham xatna qilgan bo'lsa kerak. Lekin bu yerda Xudoni xalqiga munosabatdan birinchi marta ishlatilishi, shuning uchun shu yerdan boshlaymiz. Demak, ibtido 17-bob 1 va 14-oyatlarni ko'rib chiqamiz. Ibron 99 yoshga kirganda egamiz unga zohir bo'lib dedi: "Men qodir Xudoman, men ko'rsatgan yo'ldan yur, har doim pokdil bo'lib yashagin. Men sen bilan ahd qilaman, senga juda ko'p nasllar ato qilaman." Ibrohim yerga muk tushib ta'zim qildi. Keyin Xudo unga aytdi: "Sen bilan qiladigan ahdim shudir. Sen ko'plab xalqlarning otasi bo'lasan. Endi sening ismingni o'zgartiraman. Isming endi Ibrohim emas, Ibrohim bo'ladi. Chunki sen ko'plab xalqlarning otasi qilaman. Seni juda ham barakali qilaman. Sendan xalqlar yarataman. Sendan shohlar kelib chiqadi. Men senga va sendan keyingi naslaringga bergan va'damda turaman. Bu abadiy ahd bo'ladi. Men doimo sening Xudoying, sendan keyingi naslaringning Xudosi bo'lib qolaman. Sen musofir bo'lib yashab turgan mana shu kanyon yurtining hammasini men senga va naslaringga abadiy mulk qilib beraman. Men ularning Xudosi bo'laman." Xudo Ibrohimga yana dedi: "Sen va sendan keyingi naslaring avlodlar osha men bilan qilgan ahdga rioya qilishlaringiz lozim. Sen va sening naslaring rioya qilishingiz kerak bo'lgan ahdim quyidagichadir. Orangizdagi," mana shu yerda e'tibor bersangiz, "orangizdagi har bir erkak sunnat qilinsin." Endi e'tibor beringki, bu yangi tarjimada o'zbek tili muqaddas kalomda sunnat deb tarjima qilingan, eski tarjimasida xatna deyilgan. Kimgadir balki sunnat ko'proq mos kelgandir, chunki ko'pchilik bu so'zni nimaligini biladi, lekin uni boshqacha o'ziga yarasha ma'nosi bo'lganligi uchun xatna deyish balkim to'g'riroq bo'lsa kerak deb o'ylayman men. Mayli, yana davom qilamiz. Sunnat sen bilan mening o'rtamizdagi ahdning belgisi bo'ladi. Hozirdan boshlab nasllar osha xonadoningdagi har bir o'g'il bola tug'ilgandan keyin 8 kun o'tgach sunnat qilinsin. Bu faqat sening oila a'zolaringgina tegishli bo'lmay, balki xonadoningda tug'ilgan xizmatkorlaringga va sening naslingdan bo'lmagan begonalardan sotib olgan xizmatlaringga ham tegishlidir. Xonadoningda tug'ilgan xizmatkoring ham, sotib olingan xizmatkoring ham sunnat qilinsin. Shunday qilib mening sen bilan qilgan ahdim abadiy ekanini tanangizdagi belgi ko'rsatib turadi. Sunnat qilinmagan erkak xalqim orasidan yo'q qilinsin, u mening ahdimni buzgan hisoblanadi. Hozir e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu 17-bob edi. 15-bobda esa yana bu yerda Ibrohim 99 yoshda edi. Shu payt unga xatna qilish belgisi berilyapti yoki rasm deymizmi? Lekin 15-ibtidoni 15-bobida u payt Ibrohim 75 yoshligida bo'lganligida u Xudoga ishondi va u
Xudo unga o'zini solihligini berdi yoki Xudo uni oqladi degan so'zlar berilgan edi. Endi esa 20 24 yildan keyin bo'ladimi? 24 yildan keyin Xudo unga mana shu sunnat qilinishni beryapti. Demak, keyinchalik yangi ahdagini ko'rganimizda yana ham sizga aniqroq bo'lsa kerak. Bu yerda birinchi o'rinda turadigan narsa insonni ichida bo'ladigan ruhiy o'zgarishlar. Shuning uchun 24 yil ilgari Ibrohim Xudoga ishongandi va Xudoning solihligiga ega bo'lgandi. Ya'ni Xudo uni iymoniga qarab turib, unga o'zini solihligini berdi. Shu orqali Ibrohim oqlandi, najotga topdi. Va faqatgina 24 yildan keyin unga tashqari tarafdan shu oqlanganligini ko'rsatadigan yoki Xudoning solihligiga egaligini bildiradigan sunnatni Xudo unga qilishni aytyapti. Shuni esda tutib turing. Endi esa yana keyingisini ko'radigan bo'lsak, Ibtido 17-bob, keyingi oyatlar 22-27 oyatlar. Xudo Ibrohim bilan gaplashib bo'lgach, uning yonidan ketdi. O'sha kuni Ibrohim Xudo amr etganday qildi. O'g'lini Ismoilni, xonadonida tug'ilgan xizmatkorlarini, begonalardan sotib olgan xizmatkorlarini, xonadonidagi hamma erkakni sunnat qildi. Ibrohim sunnat bo'lganda 99 yoshda edi. Yana e'tibor beramiz. Necha yoshligiga? O'g'li Ismoil 13 yoshda edi. Ibrohim bilan o'g'li bir kunda sunnat qilindilar. Shunday qilib Ibrohimning xonadonidagi jamiki erkak zoti ham u bilan birga sunnat qilindi. Demak, bu yerda Ibrohim o'sha Xudoning aytganiga quloq solganligini ko'ryapmiz. Endi esa keyinchalik Musa orqali Xudo o'zini qonunni berganda, u yerda ham sunnat haqida mana Leviylar 12-bob 1 va 4-oyatlarda yozilgan ekan. Endi aynan bu yerda sarlavha bo'yicha ko'z yorigan ayolning tozalanishi haqida gap ketsa ham, lekin sunnat haqida ham gapirilib ketgan. Demak, o'qiymiz. Egamiz Musa orqali Isroil xalqiga quyidagi qoidalarni berdi. Agar ayol homilador bo'lib o'g'il tug'sa, u ayol 7 kun harom hisoblanadi. Hayz ko'rgan kunlaridagi kabi harom bo'ladi. 8-kuni esa o'g'il chaqaloq sunnat qilinsin deyapti. Mana bu yerda o'shani ko'ramiz. Demak, qolgani unchalik ahamiyatli emas. Kechirasiz. Lekin eng asosiysi o'g'il sunnat qilinishi kerak va u 8-kundaligiga e'tiborga bering, aytilib ketyapti bu yerda. Yana keyingi ko'radigan bo'lsak, Qonunlar kitobida 10-bob 12-dan 17-oyatlargacha o'qiymiz. Ey Isroil xalqi, egangiz Xudo sizlardan bitta narsani talab qiladi. Egangiz Xudodan qo'rqing, uning yo'lidan yuring, egangiz Xudoni seving, butun qalbingiz bilan, jon-u dilingiz bilan unga xizmat qiling. Men bugun sizlarga berayotgan egamizning amr va farmonlariga rioya qiling, shunda baxtiyor bo'lasiz. Osmon va falak toqi, yer yuzi va undagi hamma narsa egangiz Xudonikidir. Ammo egamiz faqatgina ota-bobolaringizga qattiq muhabbat qo'ydi. Mana bugun ko'rib turganingizdek ularning avlodini sizlarni barcha xalqlar orasida tanlab oldi. Endi asosiy oyatga kelamiz bu yerda. Yuraklaringizni sunnat qilinglar, bundan keyin o'jar bo'lmanglar. Egangiz Xudo, xudolarning xudosidir, egalarning egasidir, buyuk qudratli, qo'rqinchli Xudodir. U tarafkashlik qilmaydi, pora olmaydi. Demak, yuraklaringizni sunnat qilinglar. Ilgari bunaqa haqda gap ketmagandi. Demak, boya rasmlarni ko'rsatganimdek, bizda o'zbek xalqida ham xatna qilish jismonan qilinadi, erkaklarga qilinadi. Demak, ularda ham shu birinchi bo'lib albatta shu yahudiylarda Xudo orqali berilgan bu narsa. Endi esa yuraklaringizni ham xatna qilinglar, deyapti. Shu bilan xatna qilish yoki sunnat qilish jismoniygina emas, balki ruhan taraflama, ya'ni insonning ichida bo'ladigan qandaydir jarayonlarni bildirar ekan. Chunki biz o'zimizdan o'zimiz yuragimizni tashqariga chiqarib sunnat qila olmaymiz yoki o'zini ichida bo'lganda ham uni sunnat qila olmaymiz. Demak, shu bilan bu yerda jismoniy sunnat yoki xatna qilish haqida emas, balki yurakni xatna qilish haqida gap ketyapti. Ya'ni
e'tibor bersangiz davomida bundan keyin o'jar bo'lmanglar deyapti. Ya'ni kimki yuragi sunnat qilingan bo'lsa, o'jar bo'lmasdan Xudoga doim itoatkor bo'lar ekan. Kimki o'jar bo'lsa, demak yuragi sunnat qilinmagan yoki xatna qilinmagan deb ko'rsak bo'lar ekan. Endi yana davomini qiladigan, keyingisini ko'radigan bo'lsak, 30-bob qonunlar 6-oyatda egangiz Xudo sizlarning yuragingizni, avlodlaringizning yuragini sunnat qiladi. Shunda siz egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan sevasiz, hayotga ega bo'lasiz. Bu yuqorida aytilgan gaplarni yana bu yerda tasdiqlanishini ko'ryapmiz. Yana bir tarafi borki, Xudoni o'zi sunnat qilishini ko'ryapmiz. Ya'ni biz o'zimiz qila olmaymiz. Bu yerda yuqorida yuraklaringizni sunnat qilinglar deganda ham bu biz o'zimiz qiladigan ish emas, balki Xudoga murojaat qilishimiz orqali Xudo bizning ichimizda amalga oshiradigan narsani nazarda tutiladi. Va yana ko'rganimizdek, kim yuragi sunnat bo'lsa, u Xudoni butun qalbi bilan, jonu dili bilan sevadi va o'shandagina u hayotga ega bo'lar ekan. Yana keyinchalik Yeremiya degan payg'ambarning kitobini ko'radigan bo'lsak, 4-bob 4-oyatda shunday so'zlar yozilgan: Ey Yahudo xalqi va Qudus aholisi, o'zingizni men egangizga bag'ishlang, yuragingizni sunnat qiling. Aks holda yovuz qilmishingiz uchun g'azabimni ustingizga olovda yog'diraman, olovni hech kim o'chira olmaydi. Bu yerda ham yana yuragingizni sunnat qiling degan o'sha ibora qaytarilyapti. Keyin Yeremiya 6-bob 10-oyatni qaraydigan bo'lsak, ey egam, kimga gapiray, kimni ogohlantiray, kim mening gaplarimga quloq soladi? Qara, ularning quloqlari yopiq, ular hech narsani eshitmaydi, sening so'zingdan ular xafa bo'ladi, uni eshitishni xush ko'rmaydi. Endi bu yerda ularning quloqlari yopiq degan, lekin ibroniy tilda yoki o'sha yahudiylarning tilida xatna qilinmagan, ularning qulog'i xatna qilinmagan degan fikr keltirilgan ekan. Demak, nafaqat tashqi yoki jismonan xatna qilish, shu bilan birga yurakni xatna qilishi, bu yerda esa quloq ham xatna qilinishi haqida gap ketilyapti muqaddas kalamda. Albatta bu yerda ham jismonan taraflama quloqni kesib tashlash haqida gap ketmayapti. Lekin qizig'i shuki, o'zbeklarda ham quloq itoat qilmaganlarni quloq solmagan, quloqsiz deb aytishadi. Ba'zi paytlarda qulog'ingni kesib tashlayman ham deyishadi. Shu taraflama sal qandaydir madaniyatimizga yaqin bo'lganligi uchunmi shunaqangi fikrlar aytilsa kerak. Bu yerda albatta quloq solmaganlikni gap shundaki, Xudoni haqiqati gapirilganda ayrim odamlar o'sha haqiqatni eshitgisi kelmaydi. Eshitsa ham o'shanga itoat qilgisini xohlamas ekan. Endi Hizkiyol payg'ambarning 44-bobidan ko'radigan bo'lsak, 9-oyatda egamiz Rabbiy shunday demoqda: yuragi va tanasi sunnat qilinmagan bironta musofir mabadimga kirmaydi. Bu Isroil xalqi orasida yashagan musofirlarga ham taalluqlidir, deyapti. Bu yerda bu yuqori aytilgandek yuragi va tanasi sunnat qilinmagan deyapti. Shuni aytib berish kerakki, yangi ahdda anaqasiga oyatlarga o'tmasdan oldin eski ahddagi ko'pgina qonun qoidalar, har xil marosimlar tashqi tarafdan qilinardi, tashqi tarafdan qandaydir belgiga yoki nimanidir ifoda etardi. Lekin eng asosiy narsa o'sha tashqi tarafdan jismonan qilingan narsalar insonni ichida sodir bo'lgan jarayonlarni bildirish kerak edi. Boyagi yuqorida Ibrohim haqida gapirganimizdek, 75 yoshligida Xudoning solihligiga ega bo'ldi. Yana 24 yildan keyin, ya'ni 99 yosh bo'lganda xatna qilinib, o'sha xatna jismonan xatna qilinganligi uni yuragida yoki o'sha uni ichida sodir bo'lgan xatnani bildirar edi. Shuning uchun shu narsaga e'tibor berishimiz kerak va yangi ahdda xatna qilishga qanday murojaat, qanaqangi munosabatda bo'lishimizni ko'rib chiqamiz. Birinchidan aytib o'tishim kerakki, masihiylarda xatna qilish qonun emas, qoida emas, hech kim bu narsaga majbur emas. Lekin shu bilan birga hech kim nima deydi, unaqa qilmagin deb yo'lini to'sa olmaydi ham. Agar kimdir xohlaydigan bo'lsa qilishi mumkin, lekin yana bu yerda shuni aytib o'tish kerakki, inson o'sha narsani Xudoning oldida oqlanish uchun emas, muqaddaslanish uchun emas,
balki o'zini qandaydir gigiyenik sifatida yoki yana boshqa o'zini madaniyati sifatida ham qilishi mumkin. O'shanda qiladigan bo'lsa, buni hech qanday yomon tarafi yo'q, lekin keyinchalik ko'rganimizdek, eski vaqtdagi qonunni bajarish uchun qiladigan bo'lsa inson, demak o'shanda o'zini ruhiy hayotiga juda ham katta zarar yetkazgan bo'ladi. Keyinchalik hozir ko'ramiz. Endi keling yangi ahddagi oyatlarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda ham hammasini ko'rmaymiz, lekin ayrim joylarini ko'ramiz. Demak, Luqo 2-bob 21-oyatda Iso Masihning tug'ilishi haqida gap ketyapti. 21-oyatda ko'ramiz. Oradan 8 kun o'tdi, chaqaloqni sunnat qiladigan payt keldi. Unga Iso deb ism qo'ydilar. Iso ona qornida paydo bo'lmasdan oldin farishta unga shu ismni bergan edi. Demak, bu yerda ko'rishimizcha, Iso Masihning o'zi ham inson sifatida kelganligi uchun, butunlay qonunga bo'ysunganligi uchun uni o'sha Mariya bilan Yusuf ham qonunga itoatkor bo'lganlari uchun 8-kunda uni xatna qilishgan ekan. Endi esa Havoriylar 7-bob 51-oyatni ko'radigan bo'lsak, u yerda adashmasam Simeon gapiryapti yoki Stefan gapiryapti o'zini shu voizligida va yahudiylarga qaratib shunaqa deyapti 51-oyatda: sizlar o'jar xalqsiz, ey yuraklari, quloqlari sunnat qilinmagan. Yani e'tibor beradigan bo'lsak, yuraklari, quloqlari sunnat qilinmaganlar, bu yuqorida ko'rganimizdek yangi narsa emas edi. Sizlar ham ota bobolaringizga o'xshab har doim muqaddas ruhga qarshi turasizlar. Yana e'tibor beradigan bo'lsangiz, muqaddas ruhga qarshi qilish bilan qulog'i va yuragi sunnat bo'lmaganligi qanchalik bog'liqligini ko'ryapsiz. Kim yuragi sunnat qilinmagan bo'lsa, qulog'i sunnat qilinmagan bo'lsa, doim muqaddas ruhga qarshi turar ekan. Ya'ni Xudo unga yetkazgan haqiqatini qabul qilmasdan shu narsaga qarshi turar ekan. Endi asosiy masalaga keladigan bo'lsak, Havoriylar 15-bobda hozir yana o'qib ko'proq tushuntirsam kerak. Yahudiyadan bir necha odam Antioxiyaga kelib, iymonlilarga shunday ta'lim bera boshladilar: Musoning qonuniga binoan sunnat qilinmasangizlar, najot topa olmaysizlar. Mana bu katta masala edi. Chunki ko'pchilik iymonga kelgan odamlar u payt yahudiylar edi va ilgari qanaqangi ular Musoning qonunini bajargan bo'lsa, o'sha iymonga kelgandan keyin, Isoni qabul qilgandan keyin ham qonunni bajarishga harakat qilishardi. Lekin Pavelga Xudo vahiy orqali Musoning qonunini bajarish kerak emasligini ko'rsatgandi va faqatgina iymon va inoyat orqali yashashni ko'rsatgandi. Shunda o'sha Pavlus ochgan jamoatlarga, mana Antioxiya degan shaharga kelib, xuddi shu narsani ular o'qitishni boshlashdi. Pavlus bilan Barnabo ular bilan qizg'in bahs va munozaraga kirishdilar. Ya'ni bu yerda Pavel bilan Barnabo ularga yo'q, unaqa emas, faqat iymon va inoyat bilan yahudiylar ham, g'ayri yahudiylar ham najot topadi deyishgandi, lekin boshqa yahudiylar bunga qo'shilishmagandi, rozi bo'lishmagandi. Shunda Pavlus bilan Barnabo hamda Antioxiyadan bir necha odam Qudusga yuborilsin deb qaror qilindi. Demak, o'zlari shu bir qarorga kelmaganligi uchun Pavlus bilan Barnaboni Qudusga olib borsak, u yerdagi Havoriylar buni ko'ndirsa kerak deb o'ylashgandir. O'sha yoqqa yuboramiz deyishdi. Ular bu masalani Havoriylar va oqsoqollar bilan muhokama qilishlari kerak edi. Iymonlilar jamoati ularni yo'lga kuzatib qo'ydi. Ular Finikiya va Samariya orqali o'tar ekanlar. G'ayri yahudiylar qanday qilib Xudoga yuz burganini aytib berdilar. Bu xabar hamma iymonlilarga katta quvonch bag'ishladi. Pavlus va Barnabo Qudusga kelganlaridan keyin jamoat, Havoriylar, oqsoqollar ularni samimiy kutib oldilar. Pavlus va Barnabo Xudoning ular orqali qilgan ishlarini yig'ilganlarga so'zlab berdilar. Ammo farziylar mazhabiga mansub iymonlilar o'rnlaridan turib, g'ayri yahudiylar sunnat qilinishlari kerak,
ular Musoning qonuniga rioya qilishlarini buyurish kerak dedilar. E'tibor beradigan bersangiz, qonunbozliklar shunaqangi doim munosabatda bo'lishadi. Boshqalarni o'zlarini qonunlariga majbur qildirishmoqchi bo'ladi. Shunaqa deyishimiz kerak, shunaqa buyurish kerak, ko'ryapsizmi? Buyurish kerak deyishyapti. Havoriylar va oqsoqollar bu masalani muhokama qilish uchun yig'ildilar. Uzoq davom o'tgan munozaradan keyin Butrus o'rnidan turib ularga dedi: Birodarlarim, o'zlaringiz bilasizlarki, xushxabarni g'ayri yahudiylarga va'z qilishim uchun Xudo meni ancha vaqt oldin orangizdan tanlab oldi. G'ayri yahudiylar ham xushxabarni eshitib iymonga kelishi uning maqsadi edi. Xudo inson zotining yuragini biladi. U bizga bergan muqaddas ruhni g'ayri yahudiylarga ham berdi. Shu orqali ularni qabul qilganini tasdiqladi. Xudo iymon orqali, e'tibor bering, iymon orqali g'ayri yahudiylarning yuraklarini pokladi. Shunday qilib, Xudo biz bilan g'ayri yahudiylar orasidagi farqni yo'q qildi. Shunday ekan, nima uchun shogirdlarining yelkasiga og'ir yuk ortib Xudoni sinayapsizlar? Demak, yana hozir bitta narsani o'qib gapiraman. Axir bu yukni biz ham, ota-bobolarimiz ham ko'tara olmagan edik-ku. Yo'q, ishonamizki, biz ham ular singari Rabbimiz Isoning inoyati tufayli najot topamiz. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, inoyat tufayli dedi. Boya qayerda edi? Iymon orqali bu yerda esa iymon orqali dedi. Demak, aytibdiki, biz yahudiy bo'lib o'zimiz ham Musoning qonunini bajara olmagan bo'lsak, nimaga endi majusiylarga, ya'ni yahudiy bo'lmagan masihiylarni yelkasiga yoki ustiga shu yelka og'ir yuk qilib Musoning qonunini berishimiz kerak. Chunki biz iymon bilan, inoyat bilan najot topadigan bo'lsak, buni umuman keragi yo'q, deyapti. Hamma havoriylar va oqsoqollar sukutda qoldilar. Ko'pchiligi ko'ryapsizki, hayron qolishdi. Nahotki Petrning o'zi, ya'ni Butrusning o'zi ham shunaqa degan bo'lsa deb. Chunki ko'pchiligi, Qudusdagi yahudiylarning ko'pchiligi qonun tarafdori edi. Barnaba bilan Pavlus Xudoning ular orqali g'ayri yahudiylar orasida ko'rsatgan alomatlar va ajoyibotlar to'g'risida gapirib berdilar. Ular gapini tugatgach, Yoqub so'z oldi. Yoqub bu yerda Yohannani akasi emas, balkim Isoni ukasi edi bu. Va u Qudusdagi ancha ko'zga ko'ringan oqsoqollardan biri edi. Birodarlarim, meni eshitinglar. Hozir Butrus bizga Xudoning ilk bor g'ayri yahudiylarga iltifot nazarini solganini va ular orasidan o'ziga bir xalq tanlab olganini tushuntirib berdi. Bu so'zlar payg'ambarlarning aytganlari bilan mos keladi. Yozilganidek, bundan keyin men qaytib kelib Davudning yiqilgan shohligini qayta tiklayman. Uning xarobalarini yangidan barpo qilib, uni qayta tiklab qo'yurman. Toki boshqa xalqlarning hammasi menga intilsinlar. Mana boshqa xalqlar degani yahudiy bo'lmagan xalqlar bu yerda nazarda tutiladi. O'zim da'vat qilgan o'sha g'ayri yahudiylar meni izlasinlar. Yana e'tibor beryapsizki, g'ayri yahudiylar haqida gapiryapti. Ega bizning kalomi shudir. Egamiz bularni bizga azaldan ma'lum qilgan. Yoqub gapida davom etdi. Shuning uchun Xudoga yuz berayotgan g'ayri yahudiylarni qiyin ahvolga solib qo'ymasligimiz kerak. Buning o'rniga ularga xat yozib shunday deb aytaylik: butlarga keltirilgan qurbonliklarning go'shtini tanovul qilishdan, zinodan va qoni chiqarilmagan hayvonning go'shtini yeyishdan o'zlaringizni tiyinglar. Axir Musoning qonuni azaldan har bir shaharda va'z qilinmoqda, har shabat kuni sinagogalarda o'qilmoqda. G'ayri yahudiylar iymonlilarga maktub. Shundan keyin havoriylar va oqsoqollar butun iymonlilar jamoati bilan shunday qarorga keldilar: guruhimizdan bir necha odamni tanlab olib, ularni Pavlus va Barnaba bilan birga Antioxiyaga yuboramiz. Ular ikkita odamni, Barsabo degan Yahudoni va Silani tanlab oldilar. Yahuda va Sila jamoatning yo'lboshchilari edilar. Ularni shunday maktub bilan jo'natdilar: biz havoriylar va oqsoqollar sizlarning birodarlaringiz Antioxiya, Suriya va Kilikiyada yashaydigan g'ayri yahudiy birodarlarimizga salom yo'llayapmiz.
Eshitishimizcha, shunga e'tibor bering. Eshitishimizcha bizning oramizdan ba'zilar borib, o'zlarining gaplari bilan sizlarni xavotirga solibdi, yuraklaringizni g'ash qilibdi. Ammo ularni biz yubormagan edik. Biz vakillar tanlab ularni aziz do'stlarimiz Barnaba va Pavlus bilan birga sizlarning huzuringizga yuborishga bir ovozdan qaror qildik. Barnaba bilan Pavlus Rabbimiz Iso Masih haqqi hurmati hayotlarini xavf ostiga qo'yganlar. Shu bois biz Yahuda va Silani yuboryapmiz. Ushbu yozayotganlarimizni ular sizlarga og'zaki ham tasdiqlab beradilar. Biz muqaddas ruh boshchiligida sizlarga quyidagi kerakli talablardan boshqa yukni yuklamaslikka qaror qildik. Sizlar butlarga keltirilgan qurbonlikning go'shtini va qoni chiqarilmagan hayvonning go'shtini tanovul qilishdan ham zinodan o'zlaringizni tiyinglar. O'zlaringizni ana shulardan tiysangiz, yaxshi ish qilgan bo'lasizlar, omon bo'linglar. Shu bilan ularning maktubi tugadi. Yana davom qilamiz. Shunday qilib vakillar yo'lga chiqib Antioxiyaga keldilar. Ular jamoatni yiqqanlaridan keyin maktubni jamoat a'zolariga topshirdilar. Jamoat a'zolari maktubni o'qib dalda so'zlardan xursand bo'ldilar. Yahuda bilan Sila payg'ambar edilar. Ular iymonlilarga dalda berib, ularga ko'p gaplar aytib iymonda mustahkamladilar. Yahuda bilan Sila ma'lum vaqt u yerda bo'lganlaridan keyin iymonlilar ularni yuborgan birodarlari yoniga xayrixohlik bilan jo'natib yubordilar. Pavlus bilan Barnaba esa bir muncha vaqt Antioxiyada qolishdi. Ular u yerda boshqalar bilan birga ta'lim berib, Rabbimiz Iso haqidagi xabarni vaz qildilar. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi asrda paydo bo'lgan birinchi mushkulliklardan biri yoki jamoat ichida bo'ladigan har xil bahslardan biri Muso qonunini bajarishimiz kerakmi yoki kerak emasmi? G'ayri yahudiylarni ham shu Muso qonunini bajarishga majburlashimiz kerakmi yoki yo'qmi degan savollar edi va javobini ko'rib turdingizki, yahudiylar ham, g'ayri yahudiylar ham qonunni bajarishi kerak emas degan xulosaga kelishdi. Chunki qonun o'zini maqsadini Isoda topgandi. Ya'ni Iso kelib butun qonunni bajargandan keyin qonun berayotgan solihlikni o'ziga oldi va qochdi o'lganda o'sha solihlikni bizga ham beradi. Shuning uchun Isoga ishongan har bir masihiy kishi qonunni bajarish kerak emas. Muso qonunimi yoki insonlarning qonunimi? Endi bu yerda ruhiy rivojlanish haqida yoki ruhan o'sish haqida gap ketyapti. Ya'ni mashinada ketib qonunga bo'ysunmayman deb qizilga yurib ketish haqida emas yoki yana shunga o'xshagan hayotda bo'ladigan yoki davlatda bo'ladigan qonunlar haqida gap ketmayapti, balki ruhiy hayotdagi qonun haqida gap ketyapti. Shuning uchun boshqa insonlarni ham, boshqa jamoatlarni ham qonunlarga rioya qilish orqali biz Xudoning oldida yaxshiroq bo'la olmaymiz, Xudoning oldida muqaddas bo'la olmaymiz. O'sha haqida hozir gap ketyapti. Endi Rimliklarga 2-bob 25-29-oyatlar oldingi safar biz siz bilan gaplashganda xatna qilish haqida gapiraman degandim. O'shaning uchun hozir yana bir qaytarib o'shalarni ko'rib chiqamizda. Menimcha mana shu suhbatimizga mos kelsa kerak. Sunnat masalasiga kelaylik. Agar sen qonunga rioya qiladigan bo'lsang, sunnatning foydasi bor. Ammo qonunni buzsang, sening sunnating sunnatsizlikday bo'lib qoladi. Demak, agar qonunga rioya qilsang, sunnatning foydasi bor deyapti, lekin biz bilamizki, qonunga hech kim to'liq rioya qilolmasdi. Chunki qonunning talabi shuki, kishi doim hamma qonunlarni bajarishi kerak. Lekin hech kim doim hamma qonunlarni bajara olmaydi. Ayrimlarini ayrim paytlarda qilishi mumkin, lekin doim hammasini bajara olmaydi. Shuning uchun sunnatning foydasi bo'lar edi agar kimdir bajara olsa, lekin foydasi yo'q. Faqatgina Iso Masih boya yuqorida aytganimizdek bajardi va u sunnat bo'lganligi uchun o'sha sunnat unga foyda keltirdi. Boshqa odamlarga esa foyda keltirmasdi. Xuddi shuningdek, agar sunnat qilinmaganlar qonunga amal qilsalar, ularning sunnatsizligi sunnatdek qabul qilinmaydimi? Shunday ekan, sunnatsiz bo'la turib qonunga amal qiladigan odam seni mahkum qilmaydimi? Axir senda muqaddas bitiklar bor, sen sunnat qilingansan-u, lekin baribir Xudoning qonunini buzasan. Yahudiy urf-odatlari bilan yashaydiganlarning hammasi ham asl yahudiy emas.
jismoniy sunnatning o'zi ham sunnatning asl maqsadini bajarmaydi. Ko'ryapsizmi, jismoniy haqida gap ketyapti. Asl yahudiylik yurakdan kelib chiqadi. Asl sunnat, ya'ni yurakning sunnati qonunga amal qilishdan kelib chiqmaydi, balki ruh tomonidan qilinadi. Asl yahudiy insonlarning emas, balki Xudoning maqtoviga sazovor bo'ladi. Demak, boyagi gaplarimiz ham shu yerda tasdiq bo'lyaptiki, eski ahda jismoniy sunnat bor edi, lekin u insonni ichida, ya'ni ruhida bo'lgan ruhiy o'zgarishlarni bildirardi, o'shani belgisi edi. Endi esa yangi ahda bu jismoniy sunnat kerak emas, eng asosiysi insonni ichida, ya'ni ruh tomonidan qilinadigan sunnat bo'lishi kerak deyapti bu yerda mana. Endi davom qilamiz 3-bob. Keyinchalik yana 3-bobdan alohida gaplashamiz, lekin hozir bu yerda o'qib ketishim kerak. 3-bob 1-dan 9-oyatlargacha. Xo'sh, yahudiylarning qanday ustunligi bor? Endi bu hammasini o'qimasdan turib 9-oyatni ko'raylik, qarang. Xo'sh, biz yahudiylar boshqalardan ustunmizmi? Yo'q, aslo. Ko'ryapsizmi? Xo'sh, yahudiylarning qanday ustunligi bor? Bu yerda esa ustunmizmi? Yo'q deyapti. Ustunligi hozir ko'ramiz qanaqaligini, lekin umuman olganda ustunligi yo'q ularni. Yoki sunnatning nima foydasi bor? Yahudiylarning har jihatdan katta ustunlikka egadirlar. Qanaqa ekan bu ustunlik? Bu ustunlik eng avval shundan iboratki, Xudoning kalomi ularga ishonib topshirilgandi. Ularning ustunligi shu edi. Ularga Xudoning kalomi berilgandi. Lekin shu bilan birga ularga katta javobgarlik berilgandi. Shuning uchun ular qonunni bajarmaganligi uchun ular ustunligi bo'lmay qoldi. Ularning ba'zilari ishonmagan bo'lsa nima bo'pti? Ularning ishonmaganligi Xudoning sadoqatini bekor qiladimi? Yo'q. Aslo. Axir har bir inson yolg'onchi bo'lsa ham Xudo haqdir. Muqaddas bitiklarda Xudo haqida shunday yozilgan-ku. Shu bois hukm qilganingda sen barhaqsan, qoralaganingda doimo to'g'ri bo'lib chiqasan. Insoniy fikr yuritib aytayin, agar bizning qabihligimiz Xudoning odilligini yanada ochiqroq ko'rsatsa, nima ham derdik? Boshimizga qahr g'azab yog'dirgani uchun Xudo adolatsizmi? Yo'q, aslo. Xudo odildir. Xudo adolatsiz bo'lganda edi, qanday qilib dunyoni hukm qila olardi? Mening yolg'onchiligim Xudoning haqligiga urg'u berib, unga yanada ko'proq shon-shuhrat keltirar ekan, nima uchun men gunohkor sifatida mahkum qilinyapman? Shunday ekan, yaxshilik qilib chiqsin deb yomonlik qilaveraylik deyishimiz kerakmi? Ba'zilar bizga tuhmat qilib o'shanday ta'lim beryapti deb aytmoqdilar. Bunday tuhmat qilganlar jazoga loyiqdir. Xo'sh, biz yahudiylar boshqalardan ustunmizmi? Yo'q, aslo. Yuqorida isbotlab o'tganimdek, xoh yahudiy bo'lsin, xoh g'ayri yahudiy bo'lsin, har bir inson gunohning hokimiyati ostidadir. Ko'rayotganingizdek, hamma inson gunoh ostida. Shuning uchun hammaga birdaniga shu Xudoni inoyati kerak. Demak, men adashmasam 3-oyat bo'lish kerak edi. 2-bob qolibdimi deyman. Hozir 1 minut shuni tekshirayda, sizga aytaman aniq yozdimmi yoki yo'qmi. Rimliklarga maqtanishga arzigulik narsa nimaligini hozir ko'ramiz. 3:27 to'g'ri 3-bob ekan. Demak, 3-bob Rimliklarga 27 va 31-oyatlar. Endi maqtanishga arzigulik narsamiz qoldimi? Yahudiylar haqida gap ketyapti. Yo'q, maqtovga o'rin yo'q. Qanday qilib? Amrlarni bajo keltirishni talab qiluvchi qonunga ko'rami? Yo'q. Insonlar iymon orqali oqlanganda maqtanishga hech o'rin qolmaydi. Ya'ni ko'ryapsizki, bu yerda iymon orqali oqlanamiz. Biz qanoat hosil qildikki, inson qonun talablari bajo qilish orqali emas, balki iymon orqali oqlanadi. Nahotki Xudo faqat yahudiylarning xudosi bo'lsa, u boshqa xalqlarning ham xudosi emasmi? Albatta, u boshqa xalqlarning ham xudosi. Axir Xudo yagona-ku. Sunnatlilarni ham, sunnatsizlarni ham Xudo iymon orqali oqlaydi. Demak, biz bu iymon bilan qonunni bekor qilyapmizmi? Yo'q, aslo, aksincha qonunni tasdiqlayapmiz. Bu haqda yana keyinchalik gaplashsak bo'ladi.
Rimliklarga 4-bob 1 va 12 oyatlar. Ibrohimning ibratli iymoni. Xo'sh, biz bobokalonimiz Ibrohim haqida nima deymiz? Ibrohim qanday qilib inoyat topdi? E'tibor bering, inoyat so'zi. Agar Ibrohim savob ishlari tufayli oqlanganda edi, uning maqtanishga haqqi bo'lardi. Ammo Xudoning oldida hech kim maqtana olmaydi. Axir muqaddas bitiklarda nima deb yozilgan? Ibrohim Xudoga ishondi, Xudo uni ishonchi uchun solih deb bildi. Mehnatkashga to'lanadigan maosh iltifot emas, xizmat haqqidir. Biroq qonunni bajarishga suyanmay, balki betafiqni oqlovchi Xudoga ishongan kishi o'z ishonchi tufayli oqlanadi. Mana qonunni bajarganidan qat'iy nazar Xudo tomonidan oqlangan odamni Davud ham baxtli deb aytadi. Itoatsizligi kechirilganlar baxtlidir. Egamiz kimning gunohidan o'tgan bo'lsa, o'sha inson baxtlidir. Egamiz kimning aybini yozmagan bo'lsa, o'sha inson baxtlidir. Bu baxtiyorlik faqat sunnat qilinganlarga mansubmi yoki sunnatsizlarga ham tegishlimi? Aytib o'tganimizday, Ibrohim ishonchi tufayli oqlandi. Xo'sh, u qachon oqlandi? Sunnat bo'lishidan oldinmi yoki keyinmi? Sunnat bo'lishidan oldin. Bu haqda boshida gaplashgandik shu haqda. Ya'ni 75 yoshligida sunnat oqlandi iymon orqali, 99 yoshligida esa sunnat bo'lgandi. U sunnatni ishonch orqali ega bo'lgan solihligining muhri sifatida qabul qildi. Mana ko'ryapsizmi? Eski ahdagi o'sha kechirasiz. Eski ahdagi ishonchi uni ichidagi yoki Xudo unga bergan solihlikning muhri edi. U sunnat qilinmasdan oldin oqlangandi. Shunday qilib Ibrohim sunnatsiz holda iymon keltirib oqlangan har bir insonning otasi bo'ladi. Ayni zamanda Ibrohim sunnatlilarning ham otasi hisoblanadi. Shu shart bilanki, ularning iymoni ham otamiz Ibrohim sunnat qilinmasdan oldin ega bo'lgan iymonidan bo'lishi kerak. Bu menimcha ko'p tushuntirmasa ham bo'ladi. Siz menimcha tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Keyinchalik Rimliklarga 4-bobga kelganda bu haqda yana ko'proq gaplashamiz. 1-Konfliklarga 7-bob 17 va 19 oyatlar. Har bir inson Xudo uni qanday da'vat qilgan bo'lsa, Rabbimiz Iso uni qanday sharoitga solgan bo'lsa, shunday yashashda davom etiraversin. Barcha jamoatlarda mana shunday ta'lim berib kelyapman. Birov sunnatli bo'lganda da'vat etildimi, jarrohlik yordamida sunnatini qayta sunnat qilinmaganday qilib o'zgartirmasin. Boshqa birov sunnatsiz bo'lganda da'vat etildimi, sunnat qilinmasin. Ko'ryapsizmi? Axir sunnat qilingan yoki qilinmaganlikning hech ahamiyati yo'q. Ruhiy taraflama, gigiyena taraflama ahamiyati bo'lishi mumkin yoki yana boshqa qanaqadir balki misollari bo'lishi mumkin, lekin ruhan taraflama, Xudoning oldida oqlanishiga umuman ahamiyat yo'q. Eng muhimi Xudoning amrlariga amal qilishdir. Xudoning amrlariga amal qilishni keyinchalik ko'ramiz. U ham iymon va inoyat orqali bo'ladi. Galatiyalarga 5-bob 1-dan 12 oyatlargacha. Bizga erkinlik berish uchun Masih bizni ozod qildi. Endi shu erkinlikni mahkam tutinglar. Qaytadan qullik bo'yinturug'ini taqmanglar. Mana men Pavlus sizlarga aytayapman. Agar sizlar sunnat qilsangiz, Masih sizlarga hech qanday foyda keltirmaydi. Juda ham qattiq narsalar yozilgan bu yerda, jiddiy narsalar. Sunnat qilinadigan har bir odamga yana ta'kidlab aytaman, u butun qonunni bajarishga majburdir. Sizlar qonunni bajarish bilan o'zimizni oqlaymiz deb Masihdan ajraldingizlar va o'zingizni Xudoning inoyatidan mahrum qildingizlar. Bizlar esa ruhga tayanib, Xudo bizni iymonimiz tufayli solih deb e'lon qilinishini intizorlik bilan kutyapmiz. Iso Masihga tegishli bo'lganlar orasida sunnat qilingan, qilinmaganlikning hech ahamiyati yo'q. Faqatgina mehr muhabbat orqali ifodalangan iymonimiz muhimdir. Sizlar iymon yo'lida olg'a qadam bosayotgan edingiz. Xo'sh, haqiqatga quloq solishingizga kim xalaqit berdi? Albatta Xudo emas. Uning o'zi sizlarni da'vat qilgan-ku. Esingizda bo'lsin, ozgina xamir turish butun xamirni achitadi. Ishonamanki, sizlar bu xususda boshqacha fikr qilmaysizlar. Bu ishonchni Rabbimiz Isoning o'zi menga berdi. Ammo sizlarning fikringizni chalg'itayotgan kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi.
Birodarlar, bordi men hamon sunnatni targ'ib etayotgan bo'lganimda edi, quvg'inlarga duchor bo'lmagan bo'lardim. Bunday holda Iso Masihning xochdagi qurbonligi haqidagi targ'ibotim hech kimning jahlini chiqarmasdi. Qani edi sizlarni chalg'itayotganlarning o'zlari birato'la bichilsa. E'tibor beradigan bo'lsangiz, juda ham jiddiy gapiryaptiki, bu yerda 12 bu oyatni qaraydigan bo'lsak, 100% xatna bo'lsin, shuncha xatna qilish xohlashayotgan bo'lsa degan fikrni keltiryapti. Demak, xatna qilish bu yerda faqatgina xatnani o'zi emas, balki qonunga itoat qilish, qonunga bo'ysunish, qonunni bajarish haqida ham o'shalar bilan sinonim sifatida ishlatilardi. Shuning uchun xatna qilishni o'zini emas, ya'ni jismoniy qilingan ishni emas, balki qonun bajarish haqida ko'proq gap ketilyapti. Shuning uchun qonun bajarish orqali emas, balki iymon orqali Iso Masih biz uchun o'lganligini, biz uchun xochda qilgan ishiga ishonishimiz haqida gap ketyapti. O'sha birinchi navbatda turish kerak. Yana endi 6-bob Galatiyaliklarga 12-16 oyatlar. Sizlarni sunnat bo'lishga majbur qilayotganlar sirtdan yaxshi ta'ssurot qoldirmoqchi bo'lyaptilar. Masihning xochi uchun quvg'inga duchor bo'lmaylik deya shunday qilyaptilar. Holbuki sunnatni tatbiq qilayotganlarning o'zlari ham qonunga rioya etmaydilar. E'tibor bering shunga. Ularni o'zi ham qonunga rioya qila olmasdi. Ular faqatgina sizlarning sunnat qilinganingiz bilan maqtanishni istaydilar. Men esa Rabbimiz Iso Masihning xochidan boshqa hech narsa bilan maqtanmayman. O'sha xoch tufayli bu dunyo men uchun o'lgan, men esa bu dunyo uchun o'lganman. Axir sunnat qilingan yoki qilinmaganlikning hech ahamiyati yo'q. Yana o'sha fikr qaytarilyapti. Muhimi yangidan yaratilishdir. Bu qoidaga ko'ra yashayotganlarning hammasiga, ya'ni Xudoning haqiqiy xalqiga tinchlik va marhamat yor bo'lsin. Filipiliklarga 3-bob 1 va 3-oyatlar. Endi esa ey birodarlarim, Rabbimiz Iso tufayli shodlaning. Sizlarga bir xil narsalarni yozaversam ham zerikmayman. Yozganlarim sizlarni har xil balolardan asraydi. Itday bo'lganlardan qiziq so'zlar, yovuzlik qiladiganlardan, tanasini kesadiganlardan ehtiyot bo'linglar. Chunki biz Xudo ruhining yordamida sajda qiluvchilar haqiqiy sunnat qilinganmiz. E'tibor bersangiz, quloqni, yurakdagi sunnatni mana shu yerda ko'rib turibmiz va buni Xudoning ruhi bajarishini qilyapmiz, lekin bu haqda boya yuqorida ham gapirgandik. Biz Iso Masih tufayli faxrlanamiz, insoniy xususiyatlarimizga ishonmaymiz, deyapti. Demak, faqatgina Xudoning ruhiga iymon orqali inoyat olishga ishonamiz, shunga tayanamiz. Kolosaliklarga 2-bob 10 va 15-oyatlar. Kolosaliklarga sunnat qilish haqida juda ham yaxshi so'zlarni yozishgan. Qani hozir bir shularni o'qib chiqaylik. Masihga tegishli bo'lganingiz uchun hayotingiz to'la to'kis, chunki u har bir kuch va hokimiyatdan ustundir. Masih orqali sizlar sunnat qilindingiz. Bu jismoniy sunnat emas. E'tibor beryapsizmi? Balki Masih orqali qilinadigan sunnat, ya'ni gunohkor tabiatning kesib tashlanishidir. Mana bu yerda Pavlos bizga ruhan yoki yurakda sodir bo'ladigan xatna qilish nimaligini ko'rsatilyapti bu yerda. Masih orqali qilinar ekan, Masihni qiladigan sunnati va u gunohkor tabiatning kesib tashlanishi, ya'ni mana shu yerda xatna degan gap ketyapti. Gunohkor tabiatni xatna qilinishi haqida gap ketilyapti. Keyinchalik yana shu haqda gaplashganda sxemalar orqali tushuntirsam kerak. O'shanda balki ko'proq tushunarli bo'lsa kerak. Lekin biz Iso Masihni qabul qilganimizda shu ruhiy xatna sodir bo'ldi. Mana shu oyatda bu haqda gapiryapti. O'sha paytda bizni ichimizdagi gunohkor tabiatni, mana bu yerda ko'ryapsizki, gunohkor tabiatni muqaddas ruh kesib tashlagandi. Kesib tashlaganda butunlay biz undan forig' bo'ldik yoki undan ozod bo'ldik degani emas, balki u ichimizda qolgan bo'lsa-da, u kesib tashlangandi, ya'ni u bizga hech qanday ta'sir qila olmaydi degan ma'noda aytilyapti.
Shuning uchun iymonga kelgan, Masihni qabul qilgan odamlarda juda ham katta quvonch paydo bo'ladi, chunki ularga ilgaridek gunohkor tabiat ta'sir qilmaydi. Keyinchalik agar Xudo kechirasiz, keyinchalik agar inson qonunga qaytib borsa, gunohkor tabiat ta'sir qilishi mumkin. Bu haqda ham keyinchalik gapirsak bo'ladi. Ya'ni bashariy tana bo'yicha yashagan odamda gunohkor tabiat yana qayta unga ta'sir qilishni boshlaydi. Davom qilamiz. Suvga cho'mdirish orqali Masih bilan birga ko'mildingiz. Mana shu yerda bir narsani tekshirishim kerak. Ba'zi paytlari tarjimalarda shu cho'mdirilish haqida gap ketilganda suvda deyilmagan bo'lsa ham suvda deb qo'shib qo'yishadi. Hozir o'shani ko'rmoqchiman. Klassikalarga 2:10 shunaqami yoki yo'qmi deb ko'rib chiqaman. Demak, bu yerda yana bitta tarjimonlarning xatosi. Suvga degan so'z yo'q. Originalda bunaqa qilsak, mana suvga degan so'z yo'q edi. Cho'mdirilish orqali Masih bilan birga ko'mildingiz deyapti. Chunki cho'mdirilish deganda suvga cho'mdirilish bor, Masihga cho'mdirilish bor va muqaddas ruhga cho'mdirilish bor. O'shaning uchun ko'pincha eski o'zbekcha tarjimada ham, yangisida ham nimagadir suv degan so'z bo'lmasa ham suvga deb qo'shib qo'yishgan. Mana bu yerda ham shunaqangi qo'shib qo'yishgan. Tarjimonlar uncha yaxshi ish qilishmabdi nimagadir. Shunga keyinchalik e'tibor berish kerak yoki ularga xabar berish kerakmi, bilmadim. Demak, cho'mdirish orqali, mana shu cho'mdirilish deganda bu yerda Masihga ko'milganimiz haqida gap ketyapti. Ya'ni bu Masihga ko'mdirilish. Rimliklarga 6-bobga borganimizda bu haqda mana shu mavzuda gaplashamiz. Ya'ni xatna bo'lish yoki sunnat bo'lish va Masihga cho'mdirilish hammasi bir vaqtning o'zida, ya'ni Iso Masihni qabul qilganimizda sodir bo'ladi. Masihni o'likdan tiriltirgan Xudoning qudratiga bo'lgan iymoningiz tufayli Masih bilan birga tirildingiz. Mana bu tirilish suvdagi cho'mdirilishga bog'liq emas. Ko'mdirilishimiz ham suvdagi cho'mdirilishga bog'liq emas, balki suvda cho'mdirilganimizda shu iymonga kelganimizda sodir bo'lgan narsalarni u ramzi bo'ladi faqat. Xuddi Ibrohimni 75 yoshligida oqlanganligiga o'xshagan. Mana bu yerda gap ketyapti. Suvda cho'mdirilish esa xuddi Ibrohim 99 yoshligida xatna qilinishi, ya'ni jismonan sodir bo'lgan bo'lsa ham yoki balki u narsa uni ichidagi sodir bo'lgan narsani ramzi edi. Xuddi shunaqangi suvda cho'mdirilganimizda bizni ichimizda allaqachon sodir bo'lgan narsani ko'rsatadigan u faqatgina urf-odat deb ko'rsak bo'ladi. Masihni o'likdan tiriltirgan Xudoning qudratiga bo'lgan iymoningiz tufayli Masih bilan birga tirildingiz. Ilgari sizlar sunnatsiz gunohga botgan bo'lib, ruhan o'lik edingizlar. Endi esa Xudo barcha gunohlaringizni kechirib, qachon kechirdi? Biz Isoni qabul qilganda. Sizlarni Masih bilan birga tiriltirdi. Bizga qarshi yozilgan ayblov hukmini Xudo bekor qildi, ya'ni o'sha hukmni xochga muhlab kuchdan qoldirdi va bu umuman olganda Muso qonuni yoki eski ahdagi qonun haqida gap ketyapti. O'sha xoch orqali koinotdagi kuchlar va hukmronliklar ustidan g'alaba qozonib, ularni qurolsizlantirdi. O'zining g'olibona yurishida ularning tutqun ekanligini namoyish etib sharmanda qildi. Demak, bu yerda sunnat haqida gapirilyapti. Yana keyingi 3-bob Galatsiyaliklarga 5 va 11 oyatlar. Shu bilan mana Titusni oyatini gapirgandan keyin to'xtataman. Bu safar juda ham ko'p bo'lib ketdi video, uzr. Kichikroq qilishga ko'pincha harakat qilaman, bu safar bo'lmadi. Demak, Galatsiyaliklarga 3-bob 5-11 oyatlar. Shunday ekan, dunyoviy tabiatingizni, ya'ni fahsh, zino, nopoklik, shahvat, yovuz xohishlar va butparastlikka teng bo'lgan ochko'zlikni yo'q qilinglar. Mana shular sababli Xudoning g'azabi itoatsiz bandalarning boshiga tushadi. Sizlar ham bir vaqtlar shunday odamlarning yo'lidan yurib, o'zingizni o'shalar kabi tutardingizlar. Endi esa jahl, g'azab, yovuzliklarning hammasini bir chetga yig'ishtirib qo'yinglar. Og'zingizdan hech qanday jerkish yoki nojo'ya so'z chiqmasin. Bir-biringizga yolg'on gapirmanglar. Chunki sizlar eski tabiatingizni yomon odatlari bilan birga
o'zingizdan soqit qildingizlar. Buning o'rniga siz yangi tabiatga burkandingiz. Sizlar Xudoni yaqinroq bilib borarkansiz. Sizning yangi tabiatingiz uchun tabiatingiz uni yaratgan Xudoning surati bo'yicha o'zgarib bormoqda. Shu nuqtai nazardan endi na Yunon bor, na Yahudiy, na sunnatli, na sunnatsiz. Na johil bor, na madaniyatsiz, na qul bor, na ozod. Eng ahamiyatlisi Masihdir. U hamma bilandir, hamma narsa uning qo'li ostidadir. E'tibor beryapsizki, sunnat qilish yoki qilmaslik umuman ruhiy taraflama qanaqadir ahamiyatga hozir ega emas. Eski ahdda ahamiyatga ega edi, qonunni qismi edi, endi esa buni ahamiyati yo'q. Oxirgi oyat Titus 1-bob 10-11 oyatlar. Axir hech kimga itoat qilmaydigan, quruq gap sotuvchi, yolg'onchi birodarlar bor. Ayniqsa sunnatlilar orasida bundaylar ko'p. Ularning safsatalarini to'xtatish kerak. Zero ular pul ishlash niyatida soxta ta'limotlar o'rgatib, butun oilalarini to'g'ri yo'ldan ozdirmoqdalar. Demak, ko'rib turibmizki, yahudiylar yolg'on birodarlar ularning ichida ko'p edi va turli xil yolg'on ta'limotlarni ular yoki soxta ta'limotlarni o'rgatishardi va bu yerda aytyaptiki, ularni safsatasini to'xtatish kerak yoki aniqroq aytganda ularni og'zini yopish kerak deyapti. Ya'ni agar siz masihiy bo'lsangiz, sizda jamoat bo'lsa va yahudiymi yoki g'ayri yahudiymi qanaqadir odam kelib kalomda bo'lmagan narsalarni yoki mana shu yuqorida iymon, inoyat haqida gapirgan gaplariga teskari narsa gapirsa, sizni qaytarib qonunga qaytarib bormoqchi bo'lsa, ular mana shunaqangi soxta ta'limot o'rgatayotgan bo'ladi. Ularni og'zini yopish kerak, safsatalarini to'xtatish kerak deyapti. Balki yuqorida aytganimizdek, sof xushxabarni biz targ'ib qilishimiz kerak, boshqalarga shuni o'rgatishimiz kerak. O'shanda odamlarda o'zgarish paydo bo'ladi. Odamlar najot topishi mumkin va odamlar masihiy bo'lgandan keyin yana muqaddaslanishi mumkin. Menimcha hozir shu joyda to'xtatamiz. Xatna haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'ldingiz deb o'ylayman. Yana keyinchalik muqaddas kalomni qanday qilib sinchiklab, qandaydir so'zlarni yoki mavzularni tekshirishlarini ham bir ko'rsatarman. Qanaqangi programmalarni, kompyuter orqali programmalarni ishlataman, o'shalarni sizga ko'rsataman. Siz ham balkim ishlatib o'zingizga foyda topsangiz kerak deb o'ylayman. Hozircha esa hammangizga Xudoning inoyatini va mehr shafqatini tilab qolaman. Keyingi safar uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.